Har kuni ertalab idoramizda ish bir xilda boshlanadi. Bu odat, an'ana yoki marosim desak ham bo'ladi. Lyudmila Prokofyevna Kalugina. Biz uni o'zimizni kampirimiz deymiz. Bu esa Yuriy Grigoriyevich Samoxvalov. Mana bu ayol Olga Petrovna Ryzhova. Olya. Bu Verachka. Bu ayol Shura. Bu esa Pyotr Ivanovich Bublikov. Mening ismim Sharifim Anatoliy Yefremovich. Familiyam Novoseltsev. Qaysi Novoseltsev ekan? Bittasida landovur bosh bir xodim. Yura, agar bilsang endi qanday qo'rqishim undan. Azroilni o'zi. Yangi etik olibsizmi, Vera? Sizga yoqdimi? Juda ko'zga tashlanar ekan. Demak, olishim kerak. Men ham mutlaqo qo'shilmayman. Rosa pixini yorgandim ekan. Yorgan emasman, nega unday deysiz? Hech ham yormaganman. Ishingiz pochava. Kampir shoh siz bilan qattiq qiziqib qoldi. Meni ishdan haydab yuboradi. Yaxshimisiz, Verachka? O'rtoq Kalugina o'zlarida. Yo'q, kim bo'ldi bu? O'zlari? U kampir emas. Ishdagi ishq.